Tushda qum ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi qum tinchlik, xayr-u manfaatga dalildir. Tushda qum o'rtasiga tushib qolganini ko'rsa, kasbi uchun biror ishga mashg'ul bo'lishini bildiradi. Tushda qum yeyotganini yoki qum to'playotganini ko'rsa, uning miqdorcha odamlardan xayr-u manfaat topishiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi qum 4 narsani bildiradi: mashg'ul bo'lishni, molni, manfaatni, ranj bilan yetishadigan ulug'likni. Tushda qum ko'rish dunyo hayoti uchun ham, oxirat uchun ham harakat qilishdir. Biror kishi tushida qo'lini qumda ko'rsa, dunyo ishlaridan biror narsaga aralashishiga ishora bo'ladi. Qumning ko'p bo'lishi azob alomatidir. Biror kishi tushida qum to'plaganini yoki yelkalaganini ko'rsa, mol va dunyo yig'adi va xayrli ishlarga sarflaydi. Qum o'lim va hayotga, boylik va dangasalikka, g'am, anduh, dushman va zulmga ishora qiladi. Ayol kishining qum ichida yurishida xayri yo'qdir. Bu uning uzoq vaqt ersiz qolishiga ishora qiladi. Erkakning qum ichida qiyinchilik bilan yurishi ham xuddi shunday ta'birlanadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.